Toshkentda atiga 48 mingga ham balu borligini bilasizlarmi? Ketdi. Dasli to'g'ri eshitdinglar. Bitta atiga 48 mingga ham balu yeb ketishingiz mumkin ekan. Ko'p joylarda balularni faqat kilolab sotishadi, bilasizlar. Bitta bo'lsa uni porsiyalab ham sotishar ekan. Bitta porsiyada 300-350 gram. Shu turishi atiga 48 ming so'm, souslari ichida. Menimcha yaxshi taklif. Agar yo'q, men ko'proq yeyman, sizlar kilolab ham olsangiz bo'ladi, muammo yo'q. Живой vesi 110 mingdan hisoblab tortib berishadi. Baliqlar toza qo'lliki, razmerlari katta bo'lsa ham o'ziga yog' yig'magan. Mazalari ham ajoyib. Ustilarini qarsillatib qo'rib berishar ekan. Tavsiya qilaman, albatta yeb ko'ring. Baliqdan tashqari bitta 5 barmoq, har xil shashliklar, ajoyib norinlar, qaynatma sho'rvalar yoki qarsildoq somsalar ham olishingiz mumkin. Somsalarning ko'rinishi chiroyli, to'g'rabob, lekin 5 barmoqni porsiyasi vahshiy zo'r ekan. Shu turshi bir porsiya hisoblanar ekan, lekin buni bemalol 2 kishi yeb olsa ham bo'ladi. Shunda kishi boshiga atiga 44 mingdan tushar ekan. Narxiga vahshiy chotki. Har xil salatlarga ham assortiment katta. O'tirishga xoling ichkarida, xoling tashqarida fontan yonida ham joylar qilingan. Har xil gaplar o'tkazishga ham yaxshi variant. Adres Yunusobod 12-kvartal, 72-avtobus oxirida. 3 baqaloq. Videoni eng yaqinlagan yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.